Ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qon shahrida istiqomat qiluvchi o'qituvchi tasodifan hushidan ketib vafot etgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Xo'sh, asli voqelik nimadan iborat edi? Biz batafsil oydinlik kiritdik. Ma'lum bo'lishicha, Gulnora Umarova Qo'qon shahridagi informatika va axborot texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan 6-sonli maktabda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan. Yaxshi ishlarida harakatchanligi uchun menda bir stavka o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlik bo'shab qoldi. Keyin o'shanda men u qizni o'zim yaxshi ko'rib yurardim, chunki doim pedagog etikasiga rioya qilgan holda kiyinar edi. Aytilgan ishni vaqtida bajarib, harakatchan bo'lgani uchun chaqirganman. Menga kel, men bilan birga ishlang deb. Kelganda ham doim xursand bo'lib yurar. Meni opoyda o'zlari olib kelganlarda albatta birga ishlaymiz. Munosabatlarimiz nihoyatda yaxshi bo'lgan. Yaxshi xodim bo'lgan. Yaxshi xodim bo'lgan, mas'uliyatli, bitta ish buyursangiz o'shani oxiriga yetkazdirmasdan nima qilmaydigan, harakatchan qiz edi. Necha yil davomida sizda faoliyat olib bordilar? 23-yil 19-sentyabrdan ekan kelgan. 2 yil. 2 yil. 2 yil davomida Gulnora opaning sog'ligida muammo bo'lmagan. Aniqrog'i hamkasblari uni doim salomat ko'rganlar. Ammo 2025-yilning avgust oyida o'zida qandaydir o'zgarish bo'lganini maktab direktoriga aytgan. Avgustda nimaga borish kerak bo'lib qoldi. Avgust oyida Avgustowskiy kengashlar bo'ladi. O'shanga o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari bilan informatika o'qituvchilarini chaqirishdi. Hech qancha o'tmasdan, yarim soatni 1 soat o'tmasdan telefon bo'lyapti Gulnoraxonda nomeridan. Nima telefon qilyapti-kin bu dedimda oldim. Oson apasi ekan, aytdiki, Gulnoraxonda mazasi bo'lmay hozir davleniyasi juda balandga ko'tarilib ketdi. Opoga aytib qo'ying, ertalab men Farg'onaga bora olmayman. Qarang qanaqa mas'uliyatli-da, o'sha kasal bo'lib yotgan paytda ham shuni o'ylaganda. Ota-onasining vafoti sabab Gulnora Umarova kech turmushga chiqqan. Keyin sentyabr oyida turmushga chiqdi. 22 kun bo'lgan edi turmushga chiqqaniga. Hayotidan juda xursand edi. Har kuni kelib, ustoz, siz meni hayotga tayyorlagan ekansiz. Men rosa sizdan minnatdorman. Siz meni haqiqiy ustozim ekansiz. Nafaqat ishga, balki oilaga ham tayyorlagan ekansiz. Ko'p gaplashardik-da, oila masalasida turmush qiling. Chunki ertadan keyin kerak bu narsa, ayol kishiga yolg'izlik yaxshi emas deb ko'p gapirar edim. Gulnora Umarovaning opasini turmush o'rtog'ini aytishicha, qaynisinglisining sog'ligida biror marta muammo ko'rmagan va bu haqida opasiga aytmagan ham. Men bu narsani hech qachon masalan aytolmayman, chunki aqdi o'zlari mana shu boshlang'ичda zavoj bo'lsalar, 15-maktabda ishlashgan, boshqa qilishgan, keyin 6-maktabga o'tishgan, boshqa qilib katta zavoj bo'lib, masalan o'zlari yarim stavka katta boshlang'ich zavoj bo'lishga sport bo'yicha nima qilishardi, ya'ni boshlang'ichdagi dars berishardi boshqa qilib. Men bundaqa hech bir nuqsonlarni hech qachon ko'rmaganman. Haqiqatan juda ham xushchaqchaq, Alloh rahmat qilsin insonlar. Shu yilning 8-oktyabr sanasida o'qituvchilar o'zaro malaka oshirish maqsadida xonada to'planadilar. Yangi g'oyalarni ilgari suradilar. O'quvchilarga interaktiv darslar o'tish masalasida ustozlar o'z g'oyalarini ilgari suradilar. 14:57 da Gulnora opa o'zini biroz yomon his qilayotganini direktorga aytib, xonadan chiqib ketadi. Kemamda qaradimda, sizga tegishli ham gap bor edi dedim. Desam, "Opo'ymasam qochyapti" dedi koridorda turib. Keyin yonimda zam direktor turibdi. Keyin boringchi qarangchi dedim. Keyin u chiqdi, orqasidan bu chiqdi. Men maylisda davom ettiryapman 2 minut. 14:57 da u qiz chiqib ketyapti. 15:00 da o'sha orqasidan chiqqan zam direktor yugurib kelib, "Opoy tili ketib qoldi" dedi. 15:01 da esa Gulnora Umarova hushidan ketib qoladi. Shundan so'ng hamma o'qituvchilar unga yordam ko'rsatish uchun xonadan chiqib uni yoniga yuguradilar. Dudi o'sha yerda hamma narsani tashlab, butun sinfda o'tirganlar yugurib chiqdik hovliga. Chiqsak, o'sha u yotibdi. Men yugurib bordimda boshini ko'tardim, sal boshini ko'tarib ushlab turdim. O'sha xirillayapti ekan. Keyin kimdir ruchka olib keldi, kimdir qoshiq olib keldi. Men aytdim, "Yo'q, yirtib yuborsizlar og'zini." Mumkin ba'zidimda tishinimdek qilib yorib ochishga harakat qildim.
keyin Hayotjon degan profikonimiz bor, shu kishi qo'llarini tiqib niqa qilishdi, niqa qilib yubordi. Keyin men to'xting, yonboshlataylik dedim. Keyin yonboshlatganimizdan keyin sal nafas olishni boshladi. Shu paytda hamma уже nima panikada telefon qilinglar, skoriyaga telefon qilinglar deyapman, chunki telefonim xonada qolib ketganda. Maktab o'qituvchilari tez yordam bilan birga ayolning turmush o'rtog'iga ham qo'ng'iroq qilishadi. Telefon bo'ldi. Shu keling, ayolingiz shunaqa vaziyatda deb. Keyin 5 minutlarga yana telefon bo'ldi. Kelyapsizmi deb. O'sha men taksi chaqirib yo'llaydim, men bordim. Borganimda shu yerda behush holatda edilar. O'sha men kelgandan keyin shu 1-2 minutda badallar shu doktor mashina keldi. Ular ham aytib yurib kirdi. Birinchi yordamni ko'rsatdi. Keyin shu yerda biz yukladik. Ekstreniga bordik. Ekstrenida o'sha jichcha holati bor edi o'zida. Jichcha shu doktor savol javob o'tkazdi. Yaxshimi siz tezoriya boshqa o'yda dedi. Bemor zudlik bilan Qo'qon shahridagi shoshilinch tibbiy yordamning neyroxirurgiya bo'limiga olib kiriladi. Oxirida olib kelingan, bemor ko'rilganda o'sha koma 1-2 bo'lgan, nafas buzilishi, daryo yuqori ko'tarish, salkam 200 dan oshiq davriyana bilan kelgan. Koma holatda bo'lgan, bemorga birlamchi bosh miya tomografiya qilib, bemorda bosh miya, peshona, chakka tepa sohasi insult gematom diagnoz qo'yganmiz va shoshilinch neyroxirurgiya operatsiyani o'tkazganmiz. Operatsiyadan keyin so'nggi holatda bemor holati o'ta og'ir holatda qolgan. Bemorga reanimatsion chora-tadbirlar standart bo'yicha barcha chora-tadbir o'tkazilgan. Gulnora opa Umarova operatsiyadan so'ng shifoxonada davolanishni boshlaydi. 15 sentyabrda misol turmush qurgan bo'lsak, 23 kunda mana shunaqa vaziyat bo'ldi endi. Lekin shu 25 kunda ichida ham hech qachon maktabdan jalba qilib To'lamagan. Yo'q, unaqa holat bo'lmagan. Shifokorlar bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra, bemorning operatsiyasi ko'ngildagidek amalga oshirilgan. Operatsiya jarayoni yaxshi qoniqarli o'tgan, lekin bemorda umumiy holat og'riq sababli, miyani quyilgan qon hajmi katta sababli, miyada shikast, o'sha olgan shikast darajasi qattiq bo'lgan sababli holat og'riq saqlanib qolgan. Qon quyilishi nimadan bo'lishi mumkin? Qon quyilishi bu asosan o'sha miyani o'zini qon tomiri, patologik qon tomirlar yorilishi hisobiga bo'ladi, yosh insonlarda aksariyat. Bemorda ham oldin tomografiya bo'lmagan, bu tashxis diagnostika qilinmagan. Bizning fikrimiz bo'yicha o'sha miyani patologik qon tomiri yorilishini hisobiga shular miya ichi insult gematomasi holat kuzatilgan. Bemor 33 kun davomida Qo'qon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida davolangan. Shifokorlar bemorni sog' salomat bo'lishi uchun bor harakatlarni ishga solganlar. Lekin bemor mana shu manzilda vafot etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va turli taxminlar qilinayotgan voqelikka oydinlik kiritik. Xulosa qilish esa o'zingizdan.